Shularning joyini eslab qolish uchun 10 soniya vaqtingiz bor. Qaysi raqam ostida ko'z joylashgan? Qayerda burun joylashgan? Lablar qaysi raqam ostida? Xatosiz ketayotgan bo'lsangiz, aniq obuna bo'lishingiz kerak. Davom etamiz. Ko'kraklar qayerda joylashgan? Qaysi raqam ostida qorin joylashgan? Oyoqlar qaysi raqam ostida? Oxirgi raqam ostida nima qolgani esingizda bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Videoni barchaga jo'natib qo'ying. Xotirasini sinab ko'rishsin.